Neyim bo'ldi? Sahip Jamalni ko'rmaganman. Men birasini o'g'irlik chiqarayotam degan deyman. Qanday? Sxemani qo'lga tushirdingizmi? Siz ahli kasdi. Xo'jayinning qatmasini o'g'irlab chiqqan shirkatning plani, yangi loyiha tadbirlari hammasi bor. Ko'p rahmat. Anim bo'z xato demagansiz. Men hudud qilamanki, hammasi bu yerda. Birasi izingizga tushmaganda, ha? Nima? Uni tutinglar! Bularni siz bakla! Ay, kaçma! Nega? Biz dal vaqtida keldik-da. Siz telefon şirketiga ishlab berayotgan o'xshamamsiz, Jon. Shunga sizning bugungi obrazingiz bekmi o'xsal ko'rindi. Roshanki, Jon yana o'z oldiga harakat qilishga boshlabdi-da. Ikki qismimizda o'g'ri bor ekan, tutib olaylik deb qolgan edim. Biroq biz bilan hamkorlashishdan texiyroq. To'g'ri, siz rad qilishga amalsiz qolgan taklif bilan kelgan yordamchi qo'g'dug'ichi. Va meni bek ko'tiribdingiz-ku. Faqat hargizmi men mustaqil harakat qiladigan mardona deganda quruq gaplaringizni demayli qo'ying. Deganingiz bilanmi, Beka? Nemeli bo'lmasin, siz avval sinab beqing. Amdiki vazifa istiqbol vaqtiga havoyda. Oftobdan saqlanish malhami? Oftobdan saqlanish malhami u eng yaxshi tabiiy qora ko'ksmeydan ayrilib yasalgan. Bu shirkat maxsus Sahip Jamallarni tanlash musobaqasiga iyon berdi. Bir qism mayirlar bizdan o'zlariga hamroh bo'lib chet elga Sahip Jamallarni tanlashdek arzimas bu musobaqaga texi qo'g'dug'ichi lozim ekan. Nayt yaxshi. Yana birinchi bo'ldingiz. Buning nimadan derak berdiganligini bilamsiz? Siz yarim hal qilg'ish musobaqa kirdingiz. Rostmi? Men bultir tanlab bo'ldimmi debdiman. Bultir qisi kichik tayyorlik ish edi. Istiqbol va havo shirkati bu yil ko'lamni kengaytmoqchi. Siz ularni elib qaytib keting. Men kassira bilan tafsiliy so'zlashay. Yuringlar qizlar, mangayli. Xo'sh. Anglang kassira. Siz taxitga borganmidingiz? Bormagan. Şimdi bosam deb yuratim. Yarim hal qilg'ish musobaqasi o'tkaziladi ekan. Aniq emas. Mashinaga chiqing. Yo'q! Güzel hem batur bil ironis, xuddi osmondan tushgandek qobil kuchlardan tashkillangan Los Anjelesdagi eng munavvar amalliq saqlash shirkatiga boshlamchi bo'lib, orqa-orqadan eng xatarlik amalliq saqlash vazifalarini yaxshi tamomladi.
Oftapdan saqlanish bir xil san'at. Yolg'iz sirtqi qiyofat jihatdan emas, mahirlar yana chidamliq mashq qilib bordi. Men bu yerga obdalla bardoshlik bera olmayman. Adablikroq bo'ling. Undaqda siz nima ishqa qo'g'dig'ichi yollaysiz? Bir qiz yo'qolib ketdi. Girita uni yerim hal qilg'uchi musobaqaga qatnashish uchun ketdi deydi. Bu kiyimni kiyib musobaqaga qatnashsangiz bo'lg'idek. Dal shu Girita. Musobaqa tushuntirishida uni ilgari quruqlik armiyasida mayor bo'lgan debdi. Balkim u hozir bag'ali yerda go'zallan talash musobaqasi o'tkazayotgan bo'lishi mumkin. Istiqbolli havo shirkatining musobaqa ko'lamini kengaytirishga qaytdi. Undaq bo'lsa siz unaga nima ish qilishmaysiz? Kasira mening yotoqdosh do'stim. U mening omad bilezikimni oriyat qilgan. U buni menga qaytarib bermay ketmaydi. Hay, Branni! Men mangay. Ver. Sizlarning menga haqsiz yordam qilganlarga ko'p rahmat. Men cho'qim sizlarga istiqbolli havoning bir yurish kiyimini sovg'a qilaman. Rahmat. Nima? Sizlarga mubah. Bo'ladi. Aviyada 15-nomerlik oftobdan saqlanish malhami bor ekan. Hozir ko'rgazma qilib etibdi. Men berib kelaman. Xo'sh. Kechiring. Yaxshi ishingizga kashil qilib qo'ydim burada. Qaraganda uningdan ayrilmaydigan bo'lib qolsan. Kimdan? Nega edi? Men xizmat bilan turmushni aralashtirib qo'ymayman. Nima da'vatsan, ag'ina? Mening vazifam bor. Meningmi bor? Qanday vazifa? Musobaqa qatnashadigan qizlarni qo'g'dash. Vel menga yoqtiramsiz yo'q, sinab beqing dedi. To'g'ri. Bilma. O mening fikrimni olgan. Yaraysan Juma. Bundaq tez yetib kelishingni o'ylamabdiman. Avarchilik yo'liqqanda meni chaqirib eling. Ay, ver, biz so'zlashaylik bo'lamdi? Bo'ladi. Nima to'g'riliq so'zlashimiz? Biz Jonning kirish to'g'riliq yig'ini ichib qaror qilmadik-ku dey. Yo'q. Bu ishni texnik qaror qilmadik. Qaytib kelganda Men tekshirib boqay. Jonning kirish to'g'risidagi muzokara yig'ini 27-kuni chorshanba. Biroq u kelib bo'ldi. Vazifa oldim deydi. Masala bormi? U faqat sinab yiqish uchun kelgan. Jon yaxshi odam. Faqat bu yer turib. Tasha. Men bu yerda o'ynab yurib uni ko'rib qoldim. Kes, doktor chaqiringlar. O tek hayatga. Qopto, uni yo'lishib ber. Qo'lini tat. Ben 3 sanayman. 1, 2, 3. Bo'ldi. Yer turinglar. Bu qandaqroq? Texi gap qilmadi. Ichidan zaxmi yetdi. Mush bilan urgandek qiladi. Kovikning deyishicha u qo'lini bokschining qo'liga o'xshash plaster bilan tengvapti. Bu nima gap? Bilmayman. Balkim u boks mastanasi bo'lsa do'rab baqqandi. Yana bumi bor. Men buni doktor tekshirayotganda o'g'irlab oldim. Dasha. Bizda bundaq palkush to'la. Siyonkashga uchirg'ichining terisidan elib oldim. Bir xil may bo'lsa kerak. Men ilk kuni bir xil tez suratli tarkib analiz qilish tartibini kompyuterni xotirlab olgan edim. Asraqli surkab. Andin qarab boqaylik. Bundaqmi to'g'ri kelib qolgan bormi? Istiqbol vaqtidagi havoning oftobdan saqlanish malhamining tarkibi ekan. Siyonkashga uchirg'ichining emas, uning bilan uchrashgan odamning badanidan yuqqan bo'lishi mumkin. Masalan, yo'qolib ketgan Soyib Jamol xonim bo'lsa-chi? To'xtang, ishdan sirtqi bir bokschi bilan Soyib Jamollarni tanlash musobaqasining qanday munosabati bor ekan? Sizlar bu yerga kelishinglarning sababini o'ylab yetolmayotgansizlar. Men
Men sizlarni butunlay yangi bir xil hayotga erishtiraman. Sizlarning yangi dunyo tartibidagi bir a'zo bo'lib qolishinglarga fursat bor. Sizlar kuchliklar ichidagi kuchliklar. Qizlar sizlar o'zinglarga ishonch qila olg'ashqa, sog'lom bo'lg'ashqa tanlandinglar. Erlar bo'lsa elishish mahoratiga tayindi. Mush yerda mashq qilasizlar, mush yerda yashaysizlar, yemak, ichmak, kiyim-kechakdan g'am qilmaysizlar. Elishib yansanglar, mukofotlansizlar. Mana sarangni qara. Men bu ishni qilmayman. Siz qanchilgan qurolliq to'qinishlarning yuz berayotganligini bilamsiz? 17 qitim. Buning uchun eng yuqori darajalik yollanma askar bo'lish kerak. Men sarang emas. Men bir tijoratchi. Holbuki siz kirgan qism mening buyrug'imga bo'ysunadi. Bir necha yangi mayir, yana bir necha yomon emas sayohatchi bor. Mudofiyani ish bo'shab ketibdi. Tunigan oqsham o'g'irlab kelgan odam qanday? U o'zi qiyodan sakrabdi. Men qo'g'dashni kuchaytirdim. Biz yana yangilarni, bo'libmi qizlarni qabul qilmoqchi. Andish qilma. Bizni tanlashga fursat to'la. Siz ular bizning salohiyatimizni bilmaydi deb jazm qila olasiz. Biz asli sayohatchi edik. Endi musobaqa qatnashmoqchi bo'lyapmiz. Bu normal ahvol. Yangi vaqtda ondan ularning nima ish qilmoqchi ekanligini bila olamiz. Kichik ish-ku bu. Qizlar, to'saqdan o'tish musobaqasi hozir boshlandi. Men qarab boqaycha musobaqa qatnashadigan mayirlar tal bo'ldimi yo'q? Xayrli sahar, yaxshimisiz? O'ngishilib qoldingizmi? Siz bek chiroyli ekansiz. Rahmat. Sizning to'saqdan o'tish musobaqasiga qatnashdingiz bormi? To'saqdan o'tish qatnashmag'il xeyli uzun bo'ldi. Eng oxirgi qitim boshlang'ich maktabdagi chog'da qatnashgan. Ashu 90 irqraqlik to'saqlar yilimi esimda. Men velosipedni minib erkin berib kelatdim. Keyin rol kerakdan chiqib yo'l bo'yi ushqandak mangdim. Yurtimdan chiqqancha Washingtonga borganda ondan to'xtadim. Mayt yaxshi. Siz musobaqaga qatnashsangiz bo'ladi. Ma'qul. Erlar elishga qatnashadi. Qizlar aqliy va badan iqtidoriy jihatdan sinaladi. Ulardan tarkib topgan qo'shin tangdassiz bo'ladi. Bu nihoyat oddiy. Biroq sen og'riydi. Kechiring. Hay nega? Siz o'nlik gap qilgan avi qiz. Menga javob bering. Bir yo'lovchilar poyezdi bilan bir yuk poyezdi bir vaqt Finkston ayrildi. A poyezdning soatlik sur'ati 90 chaqirim, B poyezdning bo'lsa 100 chaqirim. Agar A poyezd beri boqqa 22 soat yetib bo'lsa, B poyezd qanchalik vaqt yetib boradi? Nadimi bundaq to'g'ri kelib qolgan ish bor. Men tunigini oqsham ko'mish rangli relesni ko'rdim. Richard bak qizqarliq o'ynadi. Iliq poyezdni bak tez haydabdi. Sur'ati 90 dan kam emas. Javob bering. Sizning bergan shartingiz yetarli emas. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Bu bir nayranvozlik qilish savoli. Buningda bir shart kam berilgan. Ya'ni Finks bilan Meribok o'tirsidagi oraliq. Rolik, Kok, yaxshimisan? Keraklaşma elishish musobaqasi to'g'risida qanchalik bilasan? Bilmayman, biroq men ba'zi so'taklarning musobaqani boshqaruvchilar aloqalashganligini ko'rib qoldim. Osonlik cheqliqli bo'lmaydigan ishga ablahmi bag'a? Sen meni izimga tushganligingni bilmaydi deb qoldingmi? Men sening izingga tushmadim. Oldingi qitim odam qutqizganda sen yaxshi qilding. Sana yetmayman. Bilemsen, men o'ylayman. Agar men kirib qolsam, biz birga ishlaymiz-da. Biz mush yerda qo'l elishib, atlashib qolaylik. Ondan bir-birimizga qadak tutaylik. Sen yaxshi odam. Demakchi bo'g'nim, sening mahorating yaxshi. Biroq sen yakka-yegani yurib ko'nib qopsan. Hozir kirganing bilanmi uzoq tura olmaysan. Agar qatnashsam,
Bütünlay kirishib ketaman. Nima uchun? Haftasiga 60 soat ishlaysan. Dasha, nega? Men bir yilning 365 kunida har kuni billa. Men ash kuni jenimdan ayrilay degan chaqda hamroyimni topolmay qolishdan xolamayman. Tez asınızca Dasha. Yaxshimisiz? Kay bu men. Ziyankeşlik uçurgan Mahir bilen sahip camallarını tanlash müsabaqasi bağlanışlıqda qiladi. Nemish bo'ldi? Shundaq siz bilasiz, sizmi shu? Siz mening eng olmoq ey. Kovik, qismingiz o'tlab qolmagandu, ha? Sen elish musobaqasi qatnashsang maxfiylikni saqlash qasam berishing kerak. Telefonni qilishqa elishqim bo'lmaydi. Men qatnashmasam-chi? Bo'ldi. O'zingni besiva. Men albatta qatnashaman. O'zingni ozodroq tut. Buncha ola jiddilashib ketma. Cho'nqir nafas ol. O'zingni erkinroq tut, ha? Mening umoq ayiqim. Yana bir guruh hal qilg'ish musobaqa mahirlari maydonga keldi. Nayt yaxshi. To'xtang, yana bir isbot qiladi. Farq qayerda? Uning natijasi ba'zida nihoyat yuqori. Ba'zida shimpanzega yetmaydi. O'zgarishchanligi bundoq zo'r odamni kuchirtib boqmabdi ekan. Qarangay uning badan tuzilishiga. Nima degan sog'lom? Uni qatnashtiraylik. Bu guruhdagilarni harbiy lagerga o'vataylik. Menma? Fursat keldi. O'zinglarni besib olinglar. Qaranglarchi, ular nima ish qilar ekan? Qizlar, bu yoqqa kelinglar. Gapimga quloq solinglar. Sizlar yerim hal qilg'ish musobaqaga qatnashish uchun taxtga borsizlar. Qandoq? Taxt ve Hirakko. Men başka iş doğrusunu, paltoyumni, Fransiya attiri ve grim buyumlarımni, çamdınımni, yani çaş bidrak qilish mashinamni ilib yetishim kerak. Rastavatdim men. Tobi, xatarlik. Bundaq asqatadiganligini o'ylamoqdim men desam. Bo'ldi. Mahorat ko'rsatish tugagandi. Darhol mashinaga chiqinglar. Tarzimchi taxtga bormaymiz-ku deyman. Kallangiz bak o'tkir ekan-jimi? Sağ ziyankeşlik qilg'im yo'q. Bildingmi? Jimiyat. Gepimni Allah, sen mening tishimga tegib qo'yding. Meningcha sizlar tizimlatgan chaqda bundoq bo'ladiganligini o'ylamagan bo'lishinglar mumkin. Biroq kunib qolasizlar. Ular elishib qolgandan keyin qanday bo'ladi? Yengilagini qilib qoladi. Yengilib qolsa-chi? Siz degandek mag'lub bo'luvchilar mavjudlik qimmat qilmaydi. Siz g'alaba qilasiz. Siz o'zingizni Robin ham deb qaramsiz? Sizdan bizga bu narsalarni uyutishingizdan hojat yo'q. Qarab turing. Qalb selishdan birodar. O'tkaldi to'xtam. O degan bir zaharli yilon ekan. Bu yoqda bor. Hey! Sen, yenkaga ehtiyot qil. Bu qizlar seni urib yotkizib yutadi. Yaxshi angla. Bo'libmi sen? Mo'rani tuz tut. Qalay bilayski bek chiroyliqki. Biroq hech qanday rol qolmadi. Mening ismim Kasira. Sahip camallarni tanlash musobaqasidan keldingizmi? Harakatimni bir kuzatyapti. Men qo'rqdiqchi. Meni biramni yalg'an. Bilanni u yaxshi turyaptimi? Bilmayman. Ular nima ish qilmoqchi? Hey, sen bu yerni balalar qo'shunimikin deb qoldingmi? Diqqat qil. Obdan qara.
Sen mashqimisan bo'g'dak? Bizni chiqarib yetalasizmi? Shartlashmasa o'ladigan gap. Bir ishni so'rab baqay. Sizlar Vil, Tasha va Negini ko'rdinglarmi? Oltin chash, egiz pashilliq oyoq kiygan. Bu egiz turqi jazbidor. Siz Negini ko'rdingizmi? U behrohliq, cheche bu yerga keladi. Uni ko'rdingizmi? Ko'midingiz? Ma'qul emas. Rahmat sizlarga. Qaraganda o'zim tekshirsam bo'g'adak. Qizlar, mamlakatli kompyuter musobaqasi oyoqlashdi. Kay, nima bo'ldingiz? O'tinib qolay, so'ramang. Men butun zehnimni yig'ib 2 manbalik bir darajalik ta'limni yeyishyapman. Sal bexastalik qilsam, chashqan ursiga tushib ketaman. Kay, Villacho. Taxtga ketdi. Yermal qo'qish musobaqaga kiribdi deb angladim. To'xta. U mushundaqla untensiz ketib qoladimi? Unda qilmaydi. Tangrim, men taxtga bormoqchi edim. Tezdan 3 chamdan tepib narsa keraklarimni yig'ishtirish beranga deb oldim keladi. Lekin undaq deb kelmadi. Bu uning yo'qligini tushundim. Men to'rda musobaqalashganda Geritaning hujjat xaltasiga o'g'irlikchi kirgan edim. Men hujjatni topdim. Biroq Tangrim. Nima? Nima sezingiz? Greta sobiq quruqlik armiya qismida mayor bo'lgan chaqda kelgusi yollanma qo'shin qurish faoliyatiga qatnashganlikdan harbiy taraf uning harbiy unvonini ib tashlagan. Yollanma qo'shin kuchtingir erlar bilan qavul ayollardan tashkillangan. Hukumat tayyorlarining bu ishdan xabari yo'qmikin, ha? Kovak elish musobaqasida boshqa bir sirni sezib qopdi. Biroq ba'zilar buni boshqargan odamning taq-turqini men suratlab berdi. Men uni surat sizish tartibiga kirgizib baqay. Xalqaro jinoiy ishlar soqchilarining sonliq amrida aniqlanganmi yo'q? Men buningda tez bo'ladi. U Bori. U Greta bilan bir iqimda. Men telefon qilay. Kim? Greta, bu men Bori. U yerda ishlar qanday? Bu yerda sal ovarchilikqa yo'liqdim. Biroq hamish intayin o'ngishlik ketyotdi. Undaqda yangi bir kishi bo'ldimi? Shundoq. Bir kish? Siz qaysi bokschini ko'z tutyapsiz? Ular bo'lmay kim bo'ladi? Yangidan kelgan qizlarni ruhlantiraylik. To'g'ri. Mening bir savolim bor edi. Siz bu yerdan qanoatlandingizmi? Albatta. Birasining bizni sezib qilishini qo'rqmamsiz? U harbiy gazarmalar 10 yil ilgari harbiy qism tarafidan tashlab etilgan. Ularning mavjudligini hech kim bilmaydi. Nim bo'ldingiz? U bir narsaga ishorat qilyapti, qandoq? Yo'q. Men nihoyat yaxshi. Sizmi meni? Omak ixchirim. Tashlab etilgan gazarmalar ziyonkashlik uchirgan mahir sezib o'ringa yaqin bo'lishi mumkin. Men harbiy qismning maxfiy arxivini yana bir tekshirib beqib dengiz iqimining ahvoliga qarab baqay. Siz buni bilamsiz? Men uchun u degan bir yaxshi zakoska. Agar men uni topsam siz kira olasizmi? Men uchunmi u yaxshi bir zakoska? Bu siz qilmoqchi bo'lgan qart. Uzoq o'ynamaysiz-ku deyman. O'zingizdan g'amir qiling. Hey, men sizni uzoq o'ynama degandim-ku. Siz kim bo'lasiz? Nima ishga keldingiz? Xillangan yollanma qo'shinning serjanti. Bu qizcha bir kechada serjant bo'pti deb yaraysiz. Mashq qilishdan ilgari sizga bu yerning qoidasini o'rgatib qo'yay deb keldim. Yaxshi. Bu yerda hozir ikkimizli bor. Kiyimingizni silib
Ular özümüz bir taraf qilamiz degan. To'g'ri, shunday qilgan tuzuk. Shundoq. Angladingmi? Bu so'ta kim o? Meni chiqarib etinglar. Tez. Hujran kirib kel. O'zing keldimi? Yo'qol ablah. Erlarga adabsizlik bo'ldi. Biz mangaylik. Sizning qismdagi chaqdagi maxfiy hujjatingizni bir musobaqa qatnashuvchi o'g'irlab ishlatibdi. Ya'ni kelib bizning kompyuterimizni ishlatibdi. Onun bu huquqni kim beribdi? Siz qaysayman? Siz uni kompyuter musobaqasida qatnashtirdingiz. U Vel Ironisning qo'l ostidagi odam ekan. Sizlar nimadan norozi? Yemaklikdanmi? Ularni tutinglar. Hey! Qimirlama. Bo'lmasa bo'yningni uzaytimi? Tez minglar. Jon! Sizlar tunishamsizlar? Men ularni tunmayman. Tez minglar. Siz qo'l solamaysiz, sizlar bir guruh, to'g'rimi? Ish bo'lmaganda hozir emas. Meni qo'yib o'ting. Bo'lmasa u jinidan ayrildi. Men ular bilan bir emas. Meningcha shundoq. Keyingi qatim biror ulug' vazifa topshirib olsanglar, mening fikrimni elishni unutmanglar. Nim bo'ldi? Issiqbal vaqtidagi havo intayin dangliqcha tursa, ular Gritaning suiqasdini qanday bilib oldik-ki-na? Yaraydi, uni qatnash qusdi ekan. Siz bundoq o'ylasangiz men tanglikni qilyapman. Hozir sizlar cho'qib qiziqib qolasizlar. Uning raqibini maydonga tushiringlar. Men bir muncha amallarni qilib, u ikkisining ziddiyatini pasaysam, hammasi suvchilashdi amdi. Bu bir maydon hayot ma'notliq elishish. Bulardan birisi jazman ilish kerak. Bo'lmasa har ikkisi o'ladi. Sizni epkamaydigan ish keldik. Bizga boshqa yo'l yo'q. Men bir odamning hayot qilib, Vellani qutuldirib qilish kerakligini bilaman. Mana bu birdan bir umid. Kuchliklar omon qoladi.
Adil raqobatlashish kerak. Albatta shundoq bo'ladi. Men mundaq o'ylayapman. Nima? Ilishqash o'ylamsan? To'g'ri deding. O'ylag'ash ilishay. Sen rastlı qobiliyatli bak. Gepimga quloq sol. Sen haqiqiy qo'g'dug'ichi, sen hayot qilishing kerak. Biz uchun qurbon bo'lishni xohlamsan? Sen yana erishmoqchimi? Mening yeni bir xiyolim bor. Yana boshlading-ku. Men o'lsam, mening ruhim sening vujudingga ko'chsin. U chaqda ikkimiz yenggan bo'lamiz. Sen ruhning rostdan ko'chadiganligiga ishonabsan? O, rastlı bilipti. Nemi deb onu öldürüp koydunuz? O diken bizden dostumuz durursa. Mağma amal yok. Gepimni anlangla. John bizni deb qurban bo'ldi. Biz uning umidini aqlashimiz kerak. Nega? Bilishingiz kerakki, John o'lmagan bo'lsa, Kovik o'ladi. Agar Kovik o'lib ketgan bo'lsa-chi, siz bundoq o'ylamaydingiz-ku deyman. Albatta bundoq o'ylamaydim. Greta, biz ularga xiyolini keltirmaydigan bir sovg'at beraylik. Agar Kay bizga rahbarlik qilgan bo'lsa, qanday bo'ladi ekan? Balkim bir kompyuter tanlabozorga aylanib qoladimikin? Yo'q. Ahli iqtidoriy to'g'ri markaziga aylanadi. Keynimda g'ayvatim qilmanglar. Kay? Oh! Parvardigorim, men sizga muhash qo'shib berman. Bu qitim qisras. Siz xalqan chaqda to'rg'i chiqib paralasangiz bo'ladi. Boyqi gapni demagan bo'lay, sizning rastlamangiz bor. Yo'q, ablah kelmasa bizni chiqarib yeting. Tez bo'ling. Eliq ablah degan kim? Jon! Oh, parvardigor, o'shimdan ketay deyapman. Bu nima gap endi? O'lgan odam tirilibdi-ku. Nemanda qasta? Deyish ketamdi. Sen bek qattiq urib etding.
Biroq sen yanla hayot qapsan. Bo'ldi, sen turib so'zlashaylik. Bu yerdan darhol ketaylik. Ayni bo'lsa shu chaqda tushunib ekansan-da. Ang oxirida qo'l yondirgudek halin qanmagandalar. Ondan osonlikcha o'tirib bermaydiganligini. Bizda tapanchi bor, qayda oshqish bor. Hozir ularni birisi boshlab chiqsa bo'ladi. Tezroq bo'lsanglar-chi. Men berib, menga beradigan havoydan bir yurishni issiqbalvoq kiyimini ilib olay. Bizga beradigan kiyimlarni. Hozir texmi muhim ish bor. Ularni bir boshlab kelaylik. Qanday qilsak bo'la? Bilmayman. Siz kichik vaqtingizda kishilarni o'zingizga qanday jalb qilgan? Siz menga yolg'ondan beshim qaygan bo'luyli, keyindik o'rinda huquqsizat demoqchimi? Ko'nglimni erishtirmisiniz qanday? O'ylab boqay. Topdim. To'xta. Hayot mamotlik jazman javob berishga tegishli masala. Riyozatlik taqdirning rahimsiz zarbasiga sukut chidash kerakmi yoki cho'nqur qatma-qat ig'ir azob oqibatga qarshi botirlik bilan elishish kerakmi? Mana bu ziddiyat. Sizlarda beqinlatchi. Qaysi oliy janoblik? Kichkina hamoqat. Kes qo'llayli. Kes. Sizlarning chiqib ketaman deyishinglar ham xiyol. Mening muhofizatchilarim sizlardan 5 ko'p. Undaq bo'lishini atayin. To'g'ri. Biz ish bo'lmasa tanlashimiz. Onun gibi kirmanglar. Sizlar erkinlikka intilisizlar. Men sizlarni boshqalarga o'xshamaydigan qilib chiqaman. Boshqalarga o'xshamaydigan? Nima degan chiroyli gap bu? Uning degani to'g'ri. Sizlar kimning gapini anglashni xohlaysizlar? Sobiq quruqlik armiyasi mayor nomi yoki Vel nomi? Sizda yoshirin kuch xeyli bor ekan, hozirim kechikmaysiz. Siz mening generalim bo'lsangiz bo'ladi. Bu menda matematikada imtihon og'ingiz uchun bo'lsin. Men matematika o'qish. Men Jonning mushining qanchalik yomonligini oxir tetidi. Siz faqat 20 minut tetdingiz. Siz yuz xotir qildim demoqchimi? Siz unda qilmadingizmi? Biz keldik. Yangi kasb tishimiz uchun ko'taraylik. Rahmat. Champan. Seni tabriklayman. Ko'taraylik. Sizni tabriklayman, Jon. Rahmat. Sizni tabriklayman. Jon, men sizni yana ayrim tabriklamoqchiman. Rahmat. Chin qalbimdan rahmat. Nega? Siz meni o'ldi deganda qattiq azoblandingiz, shundaqmi? O'zingizga hissiyatchan bo'lib ketmoq bo'lamdi. Siz bizga qo'shilgan bo'lgandan keyin kasbga berilganingiz tuzuk. Biroq siz texi kelishim tuzmadingiz, shundaqmi? Yo'q, tuzmadim. Yaxshi. Undaqda siz chiqqanda qilay. Undaqda sepimizga qo'shilganingizdan yashab qo'yaylik. Endi siz bizga rasmiy qo'shildingiz. Meni bir sevib qo'ying. Keling, hozir yeni vasıl. Mana qaranglar. Qo'linglarni men beringlar. Akilinglar. Bizning ko'pchilikdan shunday xo'shallik kulgisi edi. Haqiqatan qiziq bo'ldi ben. Shu faqat sizni bizning doimiz bo'lishga munosib. Sanatga so'zlashni o'rganmadim. Bo'ldi, unda qilma.